Hammaga assalomu alaykum. Agar farzandingizda bosh shakli qiyshiq, yassi, uzunchoq yoki boshqa qanaqadir o'zgarishlar kuzatilsa, bu narsaga befarq bo'lmang. Sababi bosh deformatsiya nafaqat estetik, hatto nevrologik asoratlarga ham olib borishi mumkin. Bugungi razborimizda bizada chap tarafli asimetrik tashxis bilan kelgan bola va bu bolani 2 oy davomida mana shu holatga qanday qilib keltirganimizni tushuntirib o'tamiz. Bu bolaning ota-onasi bizga 3 oyligida murojaat qilib kelishdi. Asosiy bezovtaligi orqa tarafi yassi, tepa qismi uzunchoq bo'lib, tepa rakursdan qaraganimizda boshi kengayib va chap tarafi qiyshiq bo'lganligini sezib bizga olib kelishdi. Konsultatsiyada bu bolani bosh shaklini biz tekshirganimizda chap tarafli asimetrik brachitsefaliya tashxisini qo'ydik. Deformatsiya turini aniqlaganimizdan keyin biz kranio indekslarini o'lchab, og'irlik darajasini aniqlashga o'tdik. Bosh o'lchamini CVI показателini biz o'lchaganimizda, bu degani asimetriya показателini biz o'lchaganimizda, asimetriyasi 6,6% bo'lib chiqdi. Bu degani yengil bilan o'rta darajani orasida. Bosh proporsiyani o'lchaganimizda CI показатели bizda 106% bo'lib chiqdi. Bu degani deformatsiyaning darajasi juda og'ir darajada. Bu bolamiz bizda 3 oylik bo'lgani uchun biz ota-onalariga hech qanday jihozlarsiz uy sharoitida repozitsion terapiya, ya'ni to'g'ri yotqizish taktikasi bilan to'g'rilashga tavsiya etdik. Chunki bolani bosh suyaklari 4 oygacha juda ham yumshoq bo'ladi. Ba'zi mutaxassislar o'ylashadi 1 yoshgacha deb, lekin bu noto'g'ri fikr. Bosh suyaklari 4 oyligida qotishni boshlaydi. Shu uchun biz ota-onalarga faqat 4 oygacha kutishga tavsiya etamiz va buni o'z vaqtida mutaxassislarga ko'rsatish kerak. Aslida 80% pozitsion bosh deformatsiyasi 4 oyligigacha bolani to'g'ri yotqizish taktikasi bilan o'zi to'g'rilanib ketishi mumkin. Lekin bu patsientimiz qayta ko'rikka kelganida bosh shakli o'zgarmaganini ko'rdik va 4,5 oyligida biz bu bola bilan shlem terapiyani boshladik. Hurmatli ota-onalar, bir narsani tushunishinglarni juda ham xohlardim. Bunday ko'rinishdagi bosh deformatsiyalarni bolani yoshi 4 oyga to'lganida har xil yostiqlar, massaj yoki osteopatiya qo'l harakatlari bilan hech qachon to'g'rilab bo'lmaydi. Sababi chaqaloq 4 oyligiga to'lganida bosh suyaklari to'liq suya vazifasini bajarib, qotib qolgan bo'ladi. Bunday holatlarda sizga hech qanaqa yostiqlar umuman yordam bera olmaydi. Bu muammoga yagona yechim butun dunyo standartiga kiritilgan shlem terapiya hisoblanadi. Shlem terapiya bo'yicha video davomida sizga to'liq ma'lumot beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Yana bir narsaga e'tibor bering. Bosh shakli qandoq qiyshaygan bo'lsa, MSKT kartinasida xuddi shunaqa bosh suyagi qiyshayib va markazdan surilgan bo'ladi. Va buni oqibatida ko'rib turganingizdek, bosh suyagini ichidagi miya ham bir tomondan siqilgan bo'ladi. Ba'zi mutaxassislar bosh shakli qiyshiq bo'lsa ham ichidagi miya dimoqloq bo'ladi deb aytishadi. Lekin bu katta xato. Ko'rib turganingizdek, deformatsiya darajasi qanchalik og'ir darajada bo'lsa, bu keyinchalik nevrologik asoratlarni ham olib kelishi mumkin. Biz shlem terapiyani boshlaganimizdan keyin ota-onalarni har 2-3 haftada qayta ko'riklarga chaqirib turamiz. Bu bolani esa biz 2 haftada qayta ko'rikka chaqirib, birinchi natijalarini sezdik. Ko'rib turganinglardek, bu bolani orqa qismi 6 mm ga o'sib, dumollashni boshlagan. Tepa rakursdan qaraganimizda esa chap tarafli asimetriyasi o'z simmetriyasiga qaytishni boshlagan. Keyingi qayta ko'rikka biz 3 haftadan keyin chaqirdik va mana bu natijalarga erishdik. Biz natijalarni ham ko'z bilan, ham 3D skaner orqali o'z platformasida raqamlar bilan ham tekshirdik. Endi bu bolani bosh shakli 3D modelini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu bolani orqa qismi yassi va tepaga ko'tarilib qolgan edi. Tepa rakursdan qaraganimizda chap tarafi qiyshayib, chap qulog'i oldiga surilib qolgan edi.
Biz har bir bolani lecheniya boshlashdan oldin 3D skaner orqali bosh modelini olib, chuqur analiz qilamiz. 3D modelini yasaganimizdan keyin bu modellarni biz Rossiya yoki Yevropadagi mutaxassislarimizga yuboramiz. Chet eldagi shifokorlarimiz individual sizni bolangizga mos keladigan shlemni yasab berib, O'zbekistonga yuborishadi. Shlemni O'zbekistonda qabul qilib, biz sizni klinikaga chaqirib, lecheniyasini boshlaymiz. Boya aytganimizdek, biz patsientlarni har 2-3 haftada qayta ko'riklarga chaqirib turamiz. Bu bolani aytganimizdek, 1 oydan keyin qayta ko'rikka chaqirib, 3D skaner orqali diagnostikasini qildik. Endi 3D modelda biz natijalarni solishtirib ko'ramiz. Bu bolani lecheniyadan oldingi bosh shakli. Endi 1 oydan keyin yangi bosh shaklini o'lchaganimizdan keyin ustiga qo'shib natijalarni millimetrda ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, orqa tarafdan qaraganimizda yashil bu o'sgan zonalari. Eng o'sgan zonasi bizda 16-23 millimetr bo'lib ko'rsatyapti. Chap tarafi esa 15, 13, 14 millimetrlarga o'sgan. Yon tarafdan qaraganimizda esa bosh shakli dumaloq shaklga kelishi boshlagan. Bu bolani biz yana 1 oydan keyin qayta ko'rikka chaqirib, 3D skaner orqali necha millimetrga o'sganligini yana tekshirdik. Ko'rib turganingizdek, bosh shakli yanada uzunlashib, chiroyli dumaloq shaklga keldi. Ko'rishimiz mumkin, orqa qismi 21 millimetrga o'sgan. Bu degani orqa qismi 2 santimetrga bizda cho'zildi. Endi 2D grafikda qaraganimizda, mana bu bizda bosh shakli lecheniyadan oldin, bu esa lecheniyadan keyin 2 oylik natija. Tepa rakursdan qaraganimizda, chap tarafli asimetriya joyi bizda o'z simmetriyasiga kelib, dumaloq shaklga keldi. Yana bitta e'tiborli joyi, lecheniyadan oldin chap tarafi qiyshaygan hisobiga chap qulog'i oldiga surilib qolgan edi. Hozir esa 3D skaner orqali tekshirganimizda chap qulog'i orqaga surilib, o'z holatiga qaytdi. Endi bu natijalarni biz живой rasmlarda ko'ramiz. Живой rasmlarni ko'radigan bo'lsak, bosh shakli chiroyli holatiga kelib, o'z normasiga qaytdi. Endi grafikda qaraydigan bo'lsak, asimetrik brachitsefaliyani juda og'ir qizil zonadan qayta ko'rikda o'rta darajaga olib kelib va oxirgi ko'rikda yengil darajaga keldi. Natijalarni solishtiradigan bo'lsak, ota-onalarni eng bezovta qilgan joylari orqa qismi yassiligi dumaloq bo'lib, o'z normasiga qaytdi. Tepa qismi uzuncha bo'lib qolganligi pastga tushib, chiroyli holatga keldi. Tepa rakursdan qaraganimizda, chap tarafdagi qiyshaysh o'z simmetriyasiga qaytdi. Mana ko'rib turganingizdek, bu patsientimiz misolida shlem terapiya jarayoni qanday ketma-ketlikda bo'lishini ko'rsatib o'tdik. Mani ismim Azamat Karimov. Biz jamoamiz bilan bu meditsina yo'nalishini O'zbekistonga olib kirib, hozirgacha 1000 dan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga professional yechim berib kelamiz. Bizning klinikamizda 2 xil shlem bilan lecheniya o'tadi. Rossiya shlemi bilan davolanish kursi taxminan 16 million atrofida, Yevropa shlemi bilan esa taxminan 24 million atrofida chiqadi. Agar bu summani bittada to'lash sizga qimmatli qiladigan bo'lsa, bizda uzun nasiya orqali to'lovlarni 6 yoki 12 oyga bo'lib to'lash imkoni bor. Agar farzandingizda bosh deformatsiya belgilari bo'lsa, quyidagi raqamlarga soat 10:00 dan 17:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Yoki-da video tagida biz ssilkani qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tsangiz, biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Agar shlem terapiya haqida sizga yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, biz profilimizda yana bitta video joylashtirganmiz. Profilimizga o'tib, buni bemalol ko'rishingiz mumkin. Bunga o'xshash foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun profilimizga obuna bo'lishni unutmang.